O'rtoqlar, bugun sizlar bilan qanaqa qilib o'yinni pul ishlashni o'rganib o'tamiz. Videoni to'xtamay tomosha qilsanglar, hammasini ma'lumotini berib o'taman. A, O'yin manzili video ostida описаниеda bo'ladi. Kirib ro'yxatdan o'tib, bemalol ishlasanglar bo'ladi. Video ostiga silka bilan kirganinglarda, sizlardan ro'yxatdan o'tishinglarni so'raydi. Ro'yxatdan o'tganinglardan keyin xuddi shunaqa o'yin ochiladi. Bu joyda nima qilamiz? Play now tugmasini bosamiz. Bu yerda reklama chiqadi. Reklamani o'chirib turamiz. Mana o'rtoqlar, reklamamiz tugadi. X bosib orqaga qaytamiz. Yana X bosamiz va o'yinga kirib olamiz. O'yinga kirganimizdan keyin oddiy 2048 o'yinini o'ynab, biz daromadga chiqamiz. Mana shunchaki o'ynab chiqamiz. Ana tepada ko'rib turibsizlar, balansimiz o'zgaryapti. Ya'ni mana yuqorida ko'rgan bo'lsanglar, 223 tanga bizga paydo bo'ldi. Bu tanga sekin-sekin qo'shilib boraveradi. Biz qancha mana shu oynadan chiqib ketmasligimiz kerak bo'ladi. Qancha vaqt cho'tda ko'proq qolsak, bizga pul ko'payib beraveradi. Bu pulni bemalol biz dollar qilib payer kashlogimizga yoki balansimizga tushirib olsak bo'ladi. Buni hozir hammasini pul chiqarib ko'rsatib beraman. Mana masalan, men hozir mana shu reklama chiqdi. Bu reklamaga X bosamiz va ozgina o'ynaymiz. Mana shu balansimiz 1000 bo'lgandan keyin biz o'yindan chiqib pul chiqarishni ko'rsatib beramiz. Shunchalik oson o'yinki, prosta yosh bola o'ynasa bo'ladi bu o'yinni. Bemalol qo'rqmasdan o'ynasanglar bo'ladi. Hech qanaqa ziyon tomoni yo'q. Bu o'yin oddiy o'sha 2048 o'yini. Prosta bu to'lashiga sabab orada sizga reklamalar berib turadi. O'shaning uchun sizga pul to'laydi. O'yindan chiqamiz. Ko'rib turibsizlar, bizga короче 1% pul tushib keldi. Bu pulni endi qanaqa qilib chiqaramiz deyishinglar mumkin. Bu pulni mana withdraw bo'limidan chiqarib olsak bo'ladi. Withdraw bo'limiga o'tamiz va bu yerda men sizlarga tranzaksiyalarimni ko'rsatib o'taman. Ko'rib turibsizlar, men birinchisi 40 sent chiqarganman. Minimalka pul chiqarish 35 sentni tashkil etadi. Ko'rib turibsizlar, kundan kun chiqarib boryapman. Yaxshi, sayt 100% to'laydi. Keyin o'rtoqlar, bu yerda qanaqa yana pul ishlash mumkin desanglar, mana bu joyda offers bo'limi bor. Bu yerda aytilgan programmalarni yuklab olib, mana kirasizlar. Mana shu programmani yuklab olasizlar. Mana shu berilgan zadaniyasini bajarib, sizlar mana shu 2000 tangani olsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib juda ham ko'p pul ishlasanglar bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, 150 million zadaniyalar ham bor. Bu degani 15 dollar degani o'rtoqlar. Mana shu yerda hamma zadaniyalarni bajarsanglar, juda ham ko'p pul ishlasanglar bo'ladi. Endi withdraw bo'limiga o'tamiz. Pul chiqarishimiz uchun payer tanlayman, confirm bosaman. Payer bu meni o'zimning shaxsiy akkauntim. Endi biz bu yerga balansimizni yozamiz. Verify bosamiz. Bo'ldi, tushdi o'rtoqlar. Xo'sh, mana Instagram storyingga qo'ysang, senga aytadiki, pul beramiz deyapti. Shuni ham qo'yib yuborsanglar, sizlarga 2 sent yoki undan ko'proq pul to'lab beradi. Endi biz payer kashlogimizga o'tib, buni tekshirib olamiz. Mana o'rtoqlar, payerimizga keldik. Dollar mana ko'rib turibsizlar. Hozir tushib kelgan. Xo'sh. Yo'q, hali tushib kelmayapti. Biroz kutamiz. Mana ko'rib turibsizlar, tepada tushib keldi deyapti. Mana bizga ham tushib keldi. Mana o'rtoqlar, tushdi. Bu o'yinimiz 100% to'laydi. Qo'rqmasdan o'ynasanglar bo'ladi va do'stlarga ham taklif qilsanglar bo'ladi. Bu 100% to'laydi o'rtoqlar.
qancha sizlar do'stinglarni ko'proq chaqirganinglar hisobiga sizlar yana alohida bonus olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda qolishni unutmanglar. Katta rahmat.